Jahon chempionatining guruh bosqichi o'z nihoyasiga yetdi. Hattoki play-off birinchi o'yini ham bo'lib o'tdi. Keling, asosiy o'yinlar boshlanishidan oldin eng yaxshilarini aniqlasak. Bugun ko'pchilik muxlislarimizni yoqtirgan rubrikasi Oy jamoasi emas, Jahon chempionati guruh bosqichining ramziy jamoasini tuzamiz. Shuhrat Setanta Sports O'zbekiston YouTube kanali. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Tayyor bo'lsanglar, boshladik. Demak, darvozadan boshlaymiz va bu yerda menimcha hammasi aniq. Hozirgi kunda dunyoning eng mashhur darvozabonlaridan biri Vozinha, Cabo Verde. Bu mundial guruh bosqichidagi eng katta surprizlardan biri aynan Cabo Verde bo'ldi. Afrikaning kichik davlati tarixda ilk bor jahon chempionatining play-off bosqichiga chiqdi va bunda 40 yoshli tajribali darvozabon Vozinha hissasi juda katta bo'ldi. U 3 uchrashuvda ham asosiy tarkibda maydonga tushdi va jamoaning haqiqiy yetakchisiga aylandi. Guruh bosqichida Vozinha ikkita quruq o'yin o'tkazdi va bir necha bor jamoasini muqarrar goldan qutqarib qoldi. Ayniqsa Ispaniya, Urugvayga qarshi uchrashuvlarda uning ishonchli xarakteri Cabo Verderga muhim ochkolarni olib keldi. Va albatta Instagram ijtimoiy tarmog'ida uning mashhurligi yanada bunga yordam berdi. O'ng qanot himoyaga o'tamiz va bu yerda bizning guruhdan kolumbiyalik Muñoz. Kolumbiya guruh bosqichini 2 g'alaba va 1 durang bilan yakunladi. Bu natijada Muñoz nafaqat himoyada, balki hujumda ham juda katta hissa qo'shdi. U uchala uchrashuvda ham deyarli to'liq harakat qildi. Guruh bosqichida bitta gol va bitta assist amalga oshirdi va doimiy ravishda o'ng qanotdan xavf yaratdi. Uning tezligi, pressingi va hujumlarga qo'shilishi Kolumbiyaning asosiy qurollaridan biriga aylandi. Har bir uchrashuvda deyarli paslar aniqligi 87% ni tashkil etadi. Ayniqsa O'zbekistonga qarshi uchrashuvda uning qanotdagi faolligi Kolumbiyaning ustunligini ta'minlagan asosiy omillardan biri bo'ldi. 30 yosh bo'lsa ham jahon chempionatidan keyin qandaydir top klubga o'tib ketishi mumkin. Markaziy himoyaga o'tamiz. Birinchisi Niderlandiyadan Van Hekke. Ko'pchilik Virgil van Dijkni kutgandi. Ammo aynan Van Hekke guruh bosqichining eng barqaror markaziy himoyachilaridan biri bo'ldi. U uchala uchrashuvni ham to'liq o'tkazdi va Niderlandiya himoyasi juda kam xato qildi. Van Hekke havodagi yakka kurashlarning aksariyatida g'alaba qozondi. Bir necha muhim blok va to'p olib qo'yishlarni amalga oshirdi. Paslar aniqligi 94% ni tashkil etadi. Plus Tunisga qarshi bo'lgan uchrashuvda gol urishga ham ulgurdi. Van Hekkening markazdagi sherigini siz muxlislarimiz tanlaysiz. Bu rubrikamizni kuzatib keladiganlar bilishadi. 11 ta asosiy futbolchi, bittasini esa muxlislar izohlarida yozib qoldirishadi. Eng ko'p ovoz to'plagan futbolchini keyingi ramziy jamoamizda aytib o'tib ketamiz. Demak, bu safar markaziy himoyachi sizlardan. Chap qanotga o'tamiz va bu yerda Yaponiyadan Nakamura. Aslida u hujumkor futbolchi, ammo bu mundialda Yaponiya murabbiyi undan chap qanot himoyachisi va wingback sifatida foydalandi. Nakamura esa bu vazifani a'lo darajada bajarmoqda. 3 ta o'yinda bitta gol, bitta assist qayd etdi. Juda ko'plab xavfli uzatmalar amalga oshirdi va chap qanot bo'ylab tinimsiz harakat qildi. Hujumda deyarli har bir xavfli vaziyat uning ishtirokida boshlanadi. Shu sababli chap qanot himoyachi uchun tanlovimiz aynan Keito Nakamura bo'ldi. Yarim himoyaga o'tamiz. Ana endi yulduzlar boshlanmoqda. Demak, birinchisi bu yerda Bruno Guimaraes. Braziliya guruh bosqichida yomon yakunlamadi va bunga eng katta hissa qo'shgan futbolchilardan biri aynan Bruno Guimaraes. U maydon markazida o'yin tempini boshqardi. Hujumlarni boshladi va himoyaga katta yordam berdi. 3 ta uchrashuvda 3 ta assist. Shotlandiyaga qarshi umuman 2 ta assist qilishga ulgurdi. O'sha Kunega bo'lgan pasi juda ham aql bovar qilmas darajada edi. O'rtacha har bir o'yinda 92% paslar aniqligi. Bundan tashqari u bir nechta katta gol imkoniyatlarini yaratdi. To'pni oldirib qo'yish bo'yicha ham Braziliyaning eng yaxshi futbolchilaridan biri hisoblanadi. Oddiy qilib aytganda, Casemiro formada bo'lmagan payti Braziliyaning butun o'yin mexanizmi aynan Bruno Guimaraes atrofiga qurilgan. Shu sababli u asosiy tarkibimizda bo'lishga loyiq. Uning sherigi esa katta ehtimol yangi yulduz Germaniyadan Nemecha uchala uchrashuvda ham juda barqaror o'yin namoyish etdi. 3 uchrashuvda bitta gol va bitta assist qayd etdi. To'g'ri, Ekvadorga qarshi uchrashuvda omadi kelmadi, lekin guruh bosqichida umuman yaxshi natijalarni ko'rsatgan. O'rtacha 89% paslar aniqligi, ko'plab yakunlashlarda g'alaba qozondi va raqib pressingini bir necha harakat bilan yorib o'tdi. Zarur paytda himoyaga tushdi, kerak bo'lsa hujumga qo'shildi. Maydonning har bir nuqtasida foydali bo'ldi va bizning tarkibda ham foydali bo'lishi aniq. Hujumkor yarim himoyada albatta so'zsiz Lionel Messi. 39 yoshli afsona yana bir bor butun dunyoga nima uchun futbol tarixidagi eng buyuk futbolchilardan biri ekanligini isbotladi. Messi guruh bosqichining dastlabki uchrashuvidayoq hat-trick qildi. Jazoir terma jamoasiga, Avstriyaga dubl, Iordaniyaga esa jarima zarbasidan gol. Umumiy hisobda hozirgi paytda guruh bosqichining eng yaxshi to'purari 6 ta goli bilan. Undan tashqari Messi gollari orqali jahon chempionati tarixida ketma-ket 7 ta uchrashuvda gol urgan ilk futbolchiga aylandi. Yana bir rekord, yana bir tarix. Undan tashqari jahon chempionatlari tarixidagi
eng yaxshi to'p urarga ham aylanib oldi. Hozirda uning hisobida 19 ta gol bor. Ko'pchilik uning 2022-yildan keyin sekinlashishini kutganda, ammo Messi aksincha yana bir mundialda o'z nomi bilan bezashda davom etmoqda. Hujumga o'tamiz. O'ng qanot himoyada Fransiyadan Michael Olise. Fransiya hujumlarini yaratish borasida eng katta ishni aynan Olise bajarmoqda. 3 ta uchrashuvda 3 ta assist qayd etishga ulgurdi. Senegalga qarshi 1 ta assist, Iroqqa qarshi 2 ta. Bu natija hozirda uni guruh bosqichidagi eng yaxshi assistentlardan biriga aylantirmoqda. Olise faqat assistlar bilan cheklanib qolmadi. U har bir o'yinda bir necha bor muvaffaqiyatli dribling amalga oshirib, ko'plab xavfli vaziyatlarni yaratdi va Fransiya hujumlarining asosiy ijodkoriga aylandi. Ayniqsa Mbappe va Dembele bilan hosil qilgan uchliga raqib himoyachilari uchun haqiqiy bosh og'riqqa aylanmoqda. Shu sababli o'ng qanotdagi o'rin hech qanday baxtsiz Michael Olisega tegishli. Chap qanotga esa butun Braziliyani bir o'zi tortayotgan Vinicius Junior. Guruh bosqichining 3 ta uchrashuvida MVP, ya'ni uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb tanlandi. Ko'pchilik Viniciusdan pasayish kutgan edi. Ayniqsa Braziliya terma jamoasida o'z formasida bo'lmasa kerak deb o'ylashgan edi. Lekin aynan shu haterlarga Vinicius javoban o'zining eng pik formasini ko'rsatmoqda. Ko'ramiz, play-offda buni qayd eta olarmikan. Hujumda esa variantlar juda ko'p edi, lekin biz baribir Kylian Mbappeni tanladik. Fransiya guruh bosqichidagi eng xavfli hujumchi aynan Mbappe bo'ldi. U nafaqat gol urdi, balki jamoadoshlariga ham ko'plab imkoniyatlar yaratdi. Mbappe guruh bosqichida 4 ta gol va 2 ta assist bilan yakunladi. Natijada u Lionel Messi bilan birgalikda turnirning eng ko'p gol ishtirokiga ega futbolchilardan biriga aylandi. Uning tezligi yana bir bor hal qiluvchi omilga aylandi. Raqiblar himoya chizig'ini biroz oldinga surgan zahoti Mbappe bo'sh hududni topdi va jazoladi. Turnir davomida u eng ko'p zarba bergan, eng xavfli hujumlarni yakunlagan futbolchilar qatorida turibdi. Bundan tashqari Mbappe guruh bosqichida Fransiya terma jamoasining tarixidagi eng yaxshi to'p urariga aylandi va yana bir tarixiy rekord o'rnatdi. Har bir o'yinda u raqib himoyachilarini ortda qoldirdi, gollar urdi, assistlar berdi va Fransiyaning guruhdan birinchi o'rin bilan chiqishga katta hissa qo'shdi. Asosiy tarkibimiz shunday ko'rinishda: 4-3-3 sxema, mashhur darvozabon, potensiali kuchli bo'lgan himoyachilarimiz, kuchli yarim himoya Messi va balki keyingi mavsum Real hujum triosi. Bu jamoaga albatta bosh murabbiy kerak va biz kutilmaganda Marokash murabbiyi Muhammad Ouahbini tanladik. 2026-yilgi jahon chempionati boshlanganidan atigi 3 oy oldin terma jamoa boshqaruvini qabul qilib olgan mutaxassis qisqa vaqt ichida jamoani yangi bosqichga olib chiqishga muvaffaq bo'ldi. Marokash guruh bosqichini mag'lubiyatsiz yakunladi. Braziliyaga qarshi durang qayd etdi. Shotlandiyani mag'lub etdi va so'nggi turda Gaitini 4-2 hisobda taslim etdi. Play-off yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Ammo eng muhimi natijalar emas, balki jamoani o'yin sifati bo'ldi. Ouahbi Marokashni juda intizomli, taktik jihatdan moslashuvchan va qarshi hujumlarda nihoyatda xavfli jamoaga aylantirdi. Har bir raqibga qarshi boshqa reja bilan maydonga tushdi va bu deyarli har safar o'z samarasini berdi. Marokash himoyasi ishonchli o'ynadi. Hujumda esa jamoa imkoniyatlaridan unumli foydalandi. Eng muhimi, futbolchilar murabbiy g'oyalarini maydonda mukammal amalga oshira olishdi. Shu sababli guruh bosqichining eng yaxshi murabbiy sifatida tanlovimiz tarkib jihatdan eng kuchlisi bo'lmasa ham, lekin o'yin uslubdan hammadan yaxshiroq bo'lgan Muhammad Ouahbi bo'ldi. Endi esa zaxira futbolchilariga o'tamiz. Ular esa bizda 5 ta va yana Gollandiyadan Dumfries. Niderlandiya himoyasi guruh bosqichida yana bir bor o'zining asosiy kuchli tomonlarini namoyish etdi. Dumfries o'ng qanot bo'ylab tinimsiz harakat qildi. Himoyada ishonchli o'ynadi va hujumlarda ham faol ishtirok etdi. Dumfries guruh bosqichida bitta gol va bitta assist bilan yakunladi. Uning yuqori tezligi va jismoniy ustunligi sababli raqiblar o'ng qanotda juda ko'p muammoga duch kelishdi. Bundan tashqari u havodagi yakka kurashlarda ham juda yaxshi harakat qildi va himoyada ko'plab muhim vaziyatlarni bartaraf etdi. Agar asosiy tarkibda Munoz bo'lmaganida, Dumfries bemalol o'ng qanot himoyachisi sifatida ramziy jamoaga kirishi ham mumkin edi. Zaxiradagi ikkinchi futbolchimiz bu yarim himoyachi Angliyadan Jude Bellingham. Angliya uchun guruh bosqichi unchalik yorqin o'tmagan bo'lishi mumkin, ammo Bellingham yana bir bor jamoaning haqiqiy yetakchisi ekanligini ko'rsatdi. U uchala uchrashuvda ham o'yinning deyarli barcha fazalarida faol ishtirok etdi. Himoyaga tushdi, hujumlarni boshladi, pressingda ishladi va kerakli paytda jarima maydonchasiga kirib bordi. Guruh bosqichini 2 ta gol va bitta assist bilan yakunlagan Bellingham har bir uchrashuvda o'zining universalligini namoyish etdi. Asosiy tarkibdagi Gimarayesh va Nemechaning o'yinlari biroz yorqinroq bo'lganligi uchun
Bellingham bu safar zaxira o'rindig'idan joy oldi. Qolgan zaxiradagi futbolchilarimiz hujumkor futbolchilar. Ulardan biri, ya'ni 3-zaxiradagi futbolchimiz Usmon Dembele, Fransiya. Fransiyaning hujum chizig'i bu mundialda shunchaki kuchli bo'ldiki, hatto Dembele ham zaxirada qoldi. Ammo bu uning guruh bosqichini yomon o'tkazganini anglatmaydi. Aksincha, Dembele guruh bosqichida 4 ta gol urdi va 2 ta assist amalga oshirdi. Ayniqsa, Norvegiyaga qarshi uchrashuvda hat-trigi Fransiyaning eng yorqin o'yinlaridan biri bo'ldi. Zaxiradagi 4-futbolchimiz hozirgi kunda guruh bosqichidagi eng yaxshi joker. Bu Denis Undav, Germaniya. Ko'pchilik bu ro'yxatda Germaniyadan Musiala yoki Wirtzni kutgandir. Ammo guruh bosqichidagi natijalarga qaraydigan bo'lsak, Germaniyaning eng samarali futbolchilaridan biri aynan Undav bo'ldi. Undav 3 ta uchrashuvda 3 ta gol urdi va yana bir nechta xavfli vaziyatlarda ishtirok etdi. U jarima maydonchasidan doimo to'g'ri pozitsiya tanladi va imkoniyatlarni sovuqqonlik bilan golga aylantirdi. Mbappe va Messi juda yuqori darajadagi guruh bosqichini o'tkazgani sababli Undav faqat zaxiradan joy oldi. 5-si, agar Mbappe charchasa yoki o'yini chiqmasa, bemalol uning o'rniga Hollandni tushira olamiz. Holland guruh bosqichini 4 ta gol bilan yakunladi va mundial to'purarlari orasida yuqori o'rinlardan birini egalladi. Har doimgidek uning asosiy quroli jarima maydonchasidagi instinkti. Birgina imkoniyatning o'zi ham unga yetarli bo'ldi. Bundan tashqari, u havodagi yakkakurashlarda ham ustunlik qildi va raqib himoyachilarga doimo bosim o'tkazdi. Zaxiradagi futbolchilardan qaysi biri asosiy tarkibda o'ynashga loyiq? Buni aynan siz pastki havoladan o'tib Telegram kanalimiz orqali ovoz bilan aniqlashingiz mumkin. Endi videomizning eng qiziq nuqtasiga keldik. Jahon chempionati guruh bosqichining eng yaxshi futbolchisini aniqlagani. Nomzodlar bizda 3 ta, demak, eshitamiz. Darvozabon Vozinha, Kylian Mbappe va Lionel Messi. Jahon chempionati 2026 guruh bosqichining eng yaxshi futbolchisi kim? Buni xuddi zaxira futbolchilari kabi pastki havoladan o'tib Telegram kanalimiz orqali ovoz bilan aniqlashingiz mumkin. Qale, tarkib sizga yoqdimi? Kimlarni unutdik? Buni pastda izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Agar tarkib va video yoqqan bo'lsa, like bosib kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Shuhrat Setanta Sport O'zbekiston YouTube kanali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.